Assalomu alaykum, hurmatli arab tili ixlosmandlari. Qarshingizda turgan ushbu kitoblar silsilasi Grant ta'limda uzoq yillardan beri faoliyat yuritib kelayotgan ustozlarning 17 yillik tajribalariga asosan yozilgan. Bu darsliklar nafaqat grammatik bilimlarni, balki o'qib tushunish, og'zaki nutq, matnlar bilan ishlash hamda insho yozish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Aynan ushbu kitoblar silsilasining 7-juzi to'ldirilgan va qayta ishlangan holda nashr etildi. Ushbu nashrda oldingi juzlarda qilingani kabi qator o'zgartirishlar mavjud. Jumladan, mavzularning joylashish o'rinlari sodda yoki murakkabligiga ko'ra qayta tartiblanib, ilmiy ommabop, ijtimoiy, adabiy va tarixiy mavzulardagi matnlar bilan boyitildi va yangi qoidalar ham qo'shildi. Bundan tashqari kitobda rasmiy xatlar yozish tartibi va qoidalari ham bayon etilgan. Kitob so'ngida esa o'tilgan bilimlarni mustahkamlash maqsadida tuzilgan imtihon savollari ham joy olgan. Agar siz arab tilini oson va puxta o'rganmoqchi bo'lsangiz, ushbu kitoblar silsilasi aynan sizlar uchun.